Assalomu alaykum bo'ydoqjonlarim. Havo ham sovib ketdi. Ertalab uyg'onish ham qiyin bo'lyaptimi? Ayniqsa yolg'iz undoq uyg'onsangiz karavotda bitta o'zingiz bo'lmaydi-da, uni tezda to'g'rilash kerak. Xudo xolasa endi nasib qilsa. Bunday uyg'onsangiz yoningizda boshqacha-da bari bo'ydoqjonlarim, mayli. Vaqt kelyapti, sekin-sekin harakat qilamiz xudo xolasa. Sizlarni ham bo'ydoqlik safidan badavlat qilishga. Bugun mana xudo xolasa Marg'ilonga ketyapman. Bitta bo'ydog'imiz bor, o'sha qo'lga tushgan o'shalar. Hatta tushib bo'ydog'lik safidan badavlat qilib, endi bo'ydoqlarga hali dilidagi so'zlardan aytib, sevgi bor narsa, yurakka yor narsa, yurakchi bir chimdim mehrga zor narsa. Bormi yurak sevgida? Bormi shafqat sevgida? Bormikan qani o'zi chimdim mehr sevgida? Sevgi sizga yor bo'lsin, qalbingizda bor bo'lsin. Pulingiz bo'lmasa ham sizga doim zor bo'lsin deb turib, akaxonlarim, uylanishni harakatini qilish kerak. Baxt mashinasi sizni kutib turibdi mana. O'zim ham labbay deb borib xizmat qilaman. Sog' bo'laverasiz.